Toshkent shahrida juda ko'p joylarda bayram bo'lib o'tyapti. Qayerlarda yaxshiroq bayram bo'layotgan ekan deyapsizmi? Hozir men sizga 3 ta eng yaxshi bayram lokatsiyasini tavsiya etaman. Birinchisi Alisher Navoiy kutubxonasining oldida respublikadagi eng baland Prezident archasi. Tavsiya qilardim, chunki aynan shu yerda Pepsi'da zo'r o'yinlar va Santa Villas tashkil etilgan. Undan tashqari konsertlar ham bo'lib o'tyapti. Ha, aytgancha shu yerda siz mana shunaqa katta va kichkina qorbobochalarni ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi lokatsiya Toshkent City Mall. Bu yerdagi dekoratsiyalar ko'zingizni quvontiradi. Archa har doimgidek katta va chiroyli. Ha, aytgancha bu yerda katok oldida mashhur san'atkorlar ishtirokida konsertlar uyushtirilyapti. Uchinchi lokatsiya esa hammamiz yaxshi ko'rgan Magic City. Magic Cityda bayram shukuhi albatta o'zgacha. Kechki soat 5 dan bayram boshlanadi va soat 10 gacha davom etadi. Yangi yil paradi, lazerli shou, suv ustidagi raqs, xullas cheksiz. Ha, aytgancha tavsiya qilgan har uchala lokatsiyamga ham kirish mutlaqo bepul. Videoga like bosib, qayerga bayramga borishni bilmay yurgan yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.